uchun o'sha men shoh. Bugungi video bugungi videomizda biz Minecraftda hozir bitta eski serverim bor. Netherite pulbolovdan nima qilganman, server topolmayapman. Mana server bo'lishi kerak adashmasam. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, 500 ta bo'lsa chotki bo'lasdi. Yana 500 ta qoladi, uni bir amallab yig'vorsak 1 million bo'lamiz. Yo'q, 1k bo'lamiz. 1 million bo'lgungacha oho. Короче, bolalar, videoni boshlaymiz. Bugun biz nima qilamiz? Bugun kengisida oldinlar bilasizlar, Minecraftni Dragonni o'ldirasiz, lekin esa men kallamga hech kim qilmagan g'oya kelib qoldi. Ya'ni men qachon edi o'ylaganim YouTube kanal ochsam qilaman deb. Men Minecraftda axir nima qilsam bo'ladi-yu, teskari yutish qilsam bo'ladi-yu. Ya'ni birinchi endrali salyut bo'ladi-yu, короче, salyut deyman, qanotlar bo'ladi-yu, ashaqda nomi esimdan chiqib, ashitdan spawn bo'lib, dragon yoniga borib, u yoqda brunyalar bor, ovqat yo'q hali. Bir bola tushadi-yu, teleport qiladi. Shu bor, keyin boshqalar bor. Dragon yutib, undan keyin bo'ldi. Biz o'zimizni dunyoyimizga qaytib bormaymiz. Videoni stop qilib turib, unaqa mod hali beri chiqqani yo'q. Hech kim g'oyasiga kelgan yo'q. U mod ya'ni teskari yutish Minecraftda. Undan keyin dunyoyimizda paydo bo'lamiz biz. Unda men videoni sal kesib turib, Netherda qilaman. Undan keyin Netherdan narsalar olib, obsidian qilib turib, o'zimizni dunyoga qaytamiz. Shunaqa qilib o'ynasa bo'ladi, valloh. Tak, bo'lmas ekan, mayli. Qaranglar, valloh. Shader qotmayapti. Yo'q, qotmayapti-ya. Ha, qotmayapti. Valloh, shaderni o'zim yaratganman, ko'pincha odamlar bilmaslar. Hozir valloh bilmaydi. Давай, Волк. Так, ashu video chiqargandan keyin bo'ldi. Netherite aslahalardan eng daraxtli aslahalargacha. Daraxtli emas, nimali loyiha bir bola. Shunda. Короче, bola YouTube'ga qaytdim, endi xudo xolasa video bo'ladi ora-orada. Bunday qanaqa? Lag. Bir bola lag. Pap. Bola mana bor edi. Başından bitta daraxt olsa bo'ladi, buni pap. Direkt bang. Alloh iyo. Jinnim bor edi. Nima qo'limda bolta tutdim, endi qo'lda chopdim. Kim bilmasa 16 ta masalan qaranglar. Hozir mana ichimda hamma narsani tashlab velosipedni tashlab yubordim. Qaranglar, buni tashlaymiz. Nima qilasan desanglar, texnologiya 64 ta chiqadi mashinadan. Mana bola 16 ta daraxtdan 64 ta. Mana uni qo'shganimiz, mana ham qo'shilib ketishlar mumkin. Ko'pincha odamlar eski serverda 14 ta daraxtdan chiqadi deydi, lekin bu yangi bir yo'g'i 2 ta 3 ta orqada yangi server 1.21.123. To'g'ri, bunda nayza qo'shilmagan, keyingi serverga qo'shilgan.
17 qana bo'ladi? 16 chiqdi. Lekin haligi bola auksionga qo'yilmadi. Pulli Minecraft bo'ldi. Bu pullarni tortishga yaqinda mumkin. Uning uchun meni 500 ta qilib qo'yishinglar kerak. Bir kunda ham 500 ta qilsa bo'ladi, valla obunachilar. Men Telegram kanal ochaman. Men ko'p narsalar qilaman. Agar sizlar Car Park'da o'ynasanglar, men 500 ta bo'lsam, nima Telegram kanalda yaqinda ochaman. Shunda obunachilarimizga bitta Mercedes yoki bir bola mashina sovg'a qilaman. Yo bola M6 sovg'a qilaman. Hali 500 ming bor menda. Keyin 1 million pul bor. Keyin bitta nima bor menda? Bittali donatli mashina. Donat emas, coinli. Men shunaqa mashinalar berib turaman ora-orada. Kanal ochib olayda. Telegram kanal. Biblia Minecraft nima edi? Oxirigacha ko'rsatadigani boridan qo'yganman. Telefon portlab ketmasa bo'ldi. Mana uni qaranglar. Nimalar qilib tashlaganim. Mana uni qaranglar, bola. Tankni video qo'yib qo'yganman, bola. O'ylayapsizlarmi? Nima qilib turibman, bola? Agar bola sizlar kanalga obuna va like bosib qo'ysanglar, bugun biza xudo xolasa o'tamiz o'yindan. Bola men hali mezritli broniyada nima vardim bilan uchmoqchi edim. Ikkita vardim. Bitta menga qarshi qilib, lekin u server topolmayapman. Biri 14 ga rostdan men video olmaganimda qaytishim kerak. Nimaga desanglar, u serverda hamma masalan nima desa bo'ladi. Hali bir bolasi Kamondan himoya, bir bolalardan himoya. Bu serverda ular nima qilib qo'yilgan? Hammasini qo'shsa bo'lmaydigan bo'lib qolgan. U serverda esa bo'ladi. Eng kuchli broniyani shu serverda qilsa bo'ladi, 1.14 da. Endi nima qilamiz? Agar bola mashinani olmay tushsam, ana uni sindiraman. Like bosasiz. Ikki vardim, olma daraxti emas bu. Bang. Quloq qilib bitta kesib bang. Kim etgan? Kim botyapti shaderda qaranglar. Cho'tkim bola. Sal teksturasini yaxshiladim nima? Yaqindan bola men Telegram kanal ochsam, agar shunda yutsanglar, obunachilar qancha uylarda masalan ikkita telefon bor, ikkalasidan ham obuna bo'lsanglar, ular ikkita joy band qilasizlar. Agar uylarda 10 ta telefon bor, 10 ta joy band qilasizlar bola. Shunaqa keyin qanday tashlayveraman desanglar, agar shu meni obunachilarim 700 ta bo'lsa, bitta nima Car Park'dagi akkauntimni o'tkazib beraman. Siz nima o'zinglar kuchaytirib yuborasizlar. Agar nima qilaman, o'tkazib berganimdan keyin agar o'zinglarga yo'q bo'lsa, şey olaverasizlar. Toshqalamiz endi. Nima demoqchiman, ya'ni unda ya'ni masalan meni Car Park'imda
akkauntimda to'g'ri yo'q, lekin BMV ko'p qo'yishim mumkin. Nima qilib turib mashinadan almashtirsam bo'ladi. Keyin bola ko'pincha odamlar bilmaydi, car parkingga donat beradigan bitta joy qo'shilgan. Agar meni 500 ta qilsanglar, shu joyda topib beraman. Faqat uning uchun sizlar o'yinga yo donat qilishinglar kerak, yo nima qilib mashinalarni shu BMW yo bir bola mashinalarni o'zinglar olishinglar kerak. Shunaqa bo'ladi bolali. YouTubedan ko'rdim, haqiqiy ekan. Lekin car parkingni yangilasanglar, shunaqa joyga mashinalar ham qo'yilgan ekan. Donatga mashinalar sotasizlar 100 ta nima token, ya'ni tangaga. Keyin nimaga bir bola garajga bitta bot minib kirib ketadi, sizga qo'shiladi nechi pulligi. Lekin men shuni YouTubedan ko'rgandim 2-3 hafta oldin, lekin menda ishlamadi. Bir bola rus tilida yozilgani uchun tushunmadim. Короче, bolalar, bugungi videomiz zo'r chiqdi deb o'ylayman. Yaqinda men 1.17 chiqsa mazza bitta ashundan tortib olishim kerak edi. Nimaga 16 ni tortib olmading desanglar, mashunda bitta nimam bor, ko'p narsalar bor. Mashunda 3 yil 4 yilcha o'ynashim mumkin. Bu serverda emas, bu o'yinda. Короче, bolalar, gapni ma'nosi shundaki, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, men o'zim nima qilaman, sizlarga Telegram kanal ochsam, nima qilasizlar. Bo'pti bolalar, videoni shu joyda tugatamiz. Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Men videoni o'chiraman. Aytgancha, agar menga nima qilib qo'ysanglar, 1 million qilsanglar, sizlarga bitta sovg'a bor. Xayr.